Urganch shahrida O'zbekiston Respublikasi Mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi hamda Respublika texnik va amaliy sport turlari markazi hamkorligida xona aviamodellari sporti bo'yicha O'zbekiston chempionati o'tkazildi. Unda musobaqa ishtirokchilari o'z modellarining uchish tezligi, barqarorligi va texnik imkoniyatlarini namoyish etishdi. Ta'kidlash kerakki, ushbu sport bo'yicha o'tkazilayotgan O'zbekiston chempionatiga Xorazm viloyati 20 yildan buyon mezbonlik qilib kelmoqda. 2 kun davom etgan musobaqada mamlakatimizning turli hududlaridan tashrif buyurgan eng sara 68 nafar aviamodelchilar 6 ta yo'nalishda o'zlari yasagan aviamodellarni sinovdan o'tkazib, mahoratlarini namoyish etishdi. Har bir ishtirokchi tomonidan yasalgan aviamodellar parvoz davomiyligi, aniqlik va texnik yechimlari bo'yicha hakamlar tomonidan baholab Чемпионат O'zbekistona по комнатным авиамоделям. Bugungi musobaqaga yaxshi tayyorgarlik ko'rilgan. Deyarli respublikamizning barcha hududlaridan ishtirokchilar tashrif buyurishgan. Yosh sportchilar turli aviamodellar bilan musobaqalarda qatnashmoqda. O'tgan yilgilarga qaraganda bu yil ishtirokchilar soni juda ham ko'p. Bu esa yoshlarimizning ushbu sport turiga bo'lgan qiziqishi yildan yilga ortib borayotganidan darak beradi. Bu sport turini rivojlantirish uchun ham barcha sharoitlar yetarli. Bugungi musobaqani yuqori saviyada tashkillashtirgan tashkilotchilarga ishtirokchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Mazkur chempionat nafaqat sport musobaqasi, balki yoshlarni texnik ijodkorlikka jalb etish, ularning ilm-fanga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, aviamodellashtirish orqali yoshlar aerodinamika va konstruktorlik sirlarini amaliy jihatdan o'zlashtirib bormoqda. Yakuniy natijalarga ko'ra, umumjamoa hisobida Buxoro viloyati jamoasi O'zbekiston chempioni degan nomga sazovor bo'ldi. Ikkinchi o'rin Toshkent shahar vakillariga nasib etgan bo'lsa, faxrli 3-o'rinni Toshkent shahar Yunusobod tumani Kelajak markazining xona aviamodelchilari egalladi. O'z navbatida g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilar tashkiliy qo'mitaning medal, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.